Ko'pchilikni qiynayotgan savollardan bittasiga hozir javob beramiz. Mana bunaqangi tilloran yulduzchalar qo'yilsa, ko'pchilik klip bilan qotiradi. Tushib qolish holati bo'ladi. Biz o'zimiz ham ko'p obyektlarda ishlatganimizda germetika bilan, akfix kliplar bilan mahkamlab qotirganmiz va tushib qolish holatlari bo'lgan. Hozir biz bunga yechim topdik. Yechimimiz qanaqa? Biz tilloran yulduzchani orqa tomoniga mana bunaqangi to'rtburchak tunikani qotiryapmiz. Patologga mana bunaqa holatda qotadi-da. Qotgandan keyin bu ustidan olib kelinadi-da, mana bu quloqchalari, yonidagi quloqchalari qayirib qo'yiladi. Shu qayrilgani hisobida bunaqangi shaklda shuni qayrilishini hisobida ushlab qoladi. Bunaqa. Xullas, bilganlarga eslatma, bilmaganlarga life hack deymizmi shunaqa. Tunuka Fonqitosh jamoasi sizlar bilan birga bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.